O'zbekistonda mendan 10-15 barobar ko'p topib, imi-jimida pulini qilib yurgan odam ko'p. Ko'p, juda ko'p, balki 100 barobar ko'p pul topayotgandir. O'tirib bitta knopkani bosib topayotgandir. Masalan, hech ko'rinmaysiz. Ko'rinmaydi odamlar. Ko'p, men yo'q deb aytolmayman. Bor. Ayrimlarni bilsam kerak. Shunaqangi pul aylantirishadi, masalan, men tushunib kirib chiqmayman. Uni fokus shu. Hech kim ko'rinmasdan chekkada katta pul aylantirish. Mani fokusim boshqa. Ishlab chiqarish, mahsulot sotish, mollarni tarkibini ko'paytirish, ham madaniyatda bo'lish, ham sportda bo'lish, ham ishlab chiqarishda bo'lish, ham oziq-ovqatda bo'lish. Bu mani fokusim. Fokuslarim bo'ladi. Chunki maqsading nima? O'shanga qarab fokus qilib